Sraz yaqiningizga tashab qo'yinglar, chunki men O'zbekistonda bitta bo'lgan Chang'an avtopilot mashinasini topdim. Akamiz olib kiribdilar. Mashinamiz Tesla Cybertruckga spokойный konkurent bo'lib qo'yadi. Assalomu alaykum. Aka, Yana bir bora. mashinamiz Teslaga qanaqa qilib konkurent bo'ladi, men umuman xayolim sig'dira olmayapman. Ukajonim, sen konkurent bo'lgan joylarni chiroyli tushuntirib o'tib keta olayman. Puliga qimmat Cybertruck O'zbekistonda sevib haydalayotgan Li Sang modellari, Lip motor modellarida mavjud bo'lmagan, komfort bilan jihozlangan. Ko'rishing mumkin, onlari tushadi. Voy, mana qaranglar. Bu mashina off-roadga ham o'tib ketar ekan, shundoq bozorliklar qilib topoga chiqib ketsanglar ham bo'lar ekan, akalar. Juda ham zo'r tanlov, juda ham zo'r tanlov. Yana nima funksiyalari bor Liga konkurent bo'ladi? Li 6 da yo'q xususiyatlari bor. Masalan, mashinamiz 651 km tokda harakatlanadi. Orqa abduf, abagrev hamma narsasi bor. Masaj 7 xil 8 xil rejimda ishlashlari. Mashinada 3 xil asvejiter, o'zingga yoqqan hidlarni endi takoy toy bo'ladi-yu, bizning Toshkentda bolalar o'ziga kerakli hidlarni qo'yib olsa ham bo'ladi. Akalar, Bekafto nomidan chiqsanglar, o'zingizlar eshitdinglar. 52 milliy mashina 46 mingga beramiz deyapti. Aka, shu gap to'g'rimi? To'g'ri, sani podpischilari uchun 46 ming qilib beramiz. Bo'lishi. O'zbekistonda bunaqa narxi mavjud emas. Mavjud bo'lmaganligining sababi O'zbekistonda bir donaligi. Shuning uchun srочно shu videoni yaqiningizga tashab qo'yinglar, pastki nomerga telefon qilib, akamiz o'zlari sizlarni chiroyli kutib olib servis ko'rsatadilar. Shu mashinani notariusga tayyor kelib olib ketsanglar bo'ladi.